Endi bu tövendekiler alqışçıları bu maymunlarni şu kadar maqtab degan voy xudoyim, masalan bir suiqasdchi maymunni mujundoq tasvirlaydiki, masalan u degan 5 til biladi u. Pusul deganda dahshat o'ynaydi u. Uning kostyum burulgisi ajoyib yarashgan. Uningga havas qilinglarki, uning yomon gapini qilmanglar deydi. Bu maymunma deydiki, men tarixdan bu yan maymunga men başlamçılık qilib kelgan. Mening qenimda bor bu raislik, bu başlamçılık. Çünkü ben bu sahnada mangu turman deydi. Bunun bir oddiy bir misoli, masalan, şu tarixni burmulab bu maymunniki nima deganligi to'g'risida bir xat borki, bir parcha. Bu maymun deydiki, men tarixdan bu yan shu maymunlarga yetakchilik qilib kelgan. Bir namoyishlarga masalan 30 yılın oldida men yetakchilik qilgan, hozirgacha yetakchilik qilyapman dedi. Ya'ni bu o'qitishni qo'yib gapni o'chig'im desak, şu vatanda 80-yillarda boshlangan o'quvchilarniki bir namoyish bo'lgan. Bizning vatanda Oliy maktabda, Sharq Turkiston universitetida Xitoylar o'birniga Uyg'urning erlarini qul, ayollarni xotin qilamiz deb yozganda bir cho'ng namoyish qo'zg'algan. Bu hozirgi bu suiqasdchi maymun nomus qilmay shu namoyishni men tashkillagan, men yetakchisidim deb hozirgacha borgan yerda so'zlab kelyotdi. Ammo Amerikada yashaydigan yana bir inson qo'pib tarixni bundoq burmulasak bo'lmaydi. O'lib ketsakmi rost gap qilishimiz kerak. Tarix chillig'ini saqlab qolish kerak deydi. O Facebook'ta bunda bir nima yozibdi-ki, uni qisqacha ko'rib boqadi. U bundoq yozadi. 88-yil 6-oyning 2-haftasining ma'lum bir kuni biz xaloga kirganimizda xaloning ishkiga xitoycha qilib Uyg'urlarning erlarini qul, qizlarini xotin qilayli degan yozmani ko'rdik. Hammamiz qattiq ochiqlandik. Boshqa sinfdagi Uyg'ur bolalarimi dedik. Ularni kelib ko'rdi. Fakultet mas'uliga dedik. Keyin maktab rahbarligiga yetkazdik. Hech bir sada kelmadi. Ba'zi ishlar o'ylamagan yerdan chiqib qoladi ekan. 85-yillik simsiz telegraf kasbining bolalari bu navbatlik namoyishning jidalini chiqarganlar edi. Biz bu xaloning ishini qo'mirib elib, fakultet o'quvchilar uyushmasining mas'ullari va fan madaniyat oqartish uyushmasining mas'ullarini boshlab, avval fizika fakultet oldidagi maydonga, keyin maktab kutubxona oldidagi maydonga kelgan edik. Maqsadimiz bizning shu bu noroziligimizni bu o'quvchilar vakillari maktab rahbarlariga yetkazsin degan maqsadda edi. Shu sababdan biz shu vaqtdagi fan madaniyat oqartish uyushmasining mas'ullaridan fizika fakultetidan Varis Abubakri va hozir biz tilga olgan suiqasdchi shu ishlarni elib borgan edik. Keyin kutubxona oldiga uyushmaning boshqa mas'ullari va a'zolarimi kelib to'plangan edi. Biz Varis Abubakri va bu suiqasdchi bilan bir binoda bo'lg'ashqa xaloning ishini elib ularning oldiga berib, sizlar uyushmaning mas'ullari bo'lgandan keyin sizlar bu ishga boshlamchi bo'lishinglar kerak deb ularni oldimizga selib olgan edik. Afsus, ming afsus, biz ularning jazolanishiga sababchi bo'lib qoldik. Varis Abubakri bilan bu suiqasdchi yemigan mantining pulini to'lagandek jazolanib qoldi. Ular ishning beshida yo'q edi. Bizning taklifimiz toptanlarimiz va majburlashimiz bilan izoh tartiblam bu ishga qatnashgan edi. Ular maktab rahbarlari tashkillagan bir uyushmaning mas'ullari turib, maktab rahbarligi bilan moslashib namoyishni to'siy olmadi. Namoyishning oldini ola olmadi. Aksincha biz bilan bir yerga kelib namoyish qildi. Shu sababdan butun gunohi shularga ortilib, ikkisi maktabdan quvlandi.
Bizning sinfdagi bolalar shu vaqtda pek ko'p afsuslandik va xijil bo'ldik. Ammo amonimiz yo'q edi. Hatto bizni so'roq qilib kelgan maktab rahbarlariga bo'lgan ahvolni aynan anglatdik. Maqsadimiz ularni oqlab qutuldirib qolish edi. Lekin bilmadik. Bizga ogohlantirish jazosi berdi. Lekin bu ikkisi 88-yil 7-oyda o'qish tugashdan burun maktabdan qo'g'landi qilindi. 88-yil 9-oyda yangi o'qish mavsumi boshlandi. 88-yil kuzda yangi o'qish boshlanganda Varis Abubakir bilan bu suiqasdchi ikkisining Beijingga borganligi. Bu suiqasdchining Beijing Millatlar institutiga o'qishga kirganligi, ammo Varis Abubakirning qabul qilinmay Urumchiga qaytib kelganligi xabarini oldik. Biz bu 90-yil o'qish bitirib yurtlarimizga ketdik. Aralıqdan 5-6 yil o'tganda savodashlar Urumchiga yig'ildik. Shu vaqtda bu suiqasdchining Beijing Millatlar institutida inglizcha o'rganganligi va Beijingda bir mezgil oshxona ichib tijoratchi bo'lganligi. Keyin Turkiyaga kelib, u yerda bo'lgunchilik harakatlari qilayotganligi haqidagi mish-mish gaplarni oldik. Keyin Xudo bizga chet elga chiqishni nasib qildi. Chet elga chiqqandan keyin butun ishlardan to'liq xabardor bo'ldim. Vatanda qolgan savoddosh do'stlarga telefon qilganda o'quvchilik vaqtlarini eslagan, seg'ingan bo'lib turib. 88-yil 15-iyuldagi ishlardan ancha xijil bo'lmanglar. Chunki shu vaqtda bizning u kishini sinfidan elib, oldimizga selib, maktab kutubxonasi oldida maydonga apag'inimiz, orqadan biz bilan birga ko'cha aylanib namoyish qilgani uning uchun foydali, sharafli bir ish bo'ldi. U hozir katta bir inqilobchi bo'lib atilibdi, deb bularning ko'nglini aram topqizdim. Men erkin dunyoda bo'lgandan keyin bu kun haqida o'zim ishtirok qilgan va shohid bo'lgan bu harakatning asli voqealigini avlodlarga qoldirib qo'yish uchun bu qisqa tarixni yozdim. Tarix chinligi, rostligi bilan tarix bo'ladi. Shu tarixni yaratganlar yozsa, bu tarixning chinligi, to'g'riligi texmi yuqori bo'ladi. Tarix aynan yozilish kerak. Tarixga mubolag'a qo'shilmasligi, saxtlik qilinmasligi, yolg'onlar qo'shilmasligi kerak. Tarix real ma'lumotlar bilan yozilish kerak. Ondan uningga qarata yorumlar yozilsa, anadekin to'g'ri bo'ladi deb yozibdi. Bu bir aslimadan endi bu alaqi nimaninki Mushu o'quvchilar voqeasiningki kimlar tarafidan tashkillanganligi va hozirgacha men shu namoyishni tashkillagan lider edim deb nomus qilmay jasotgan ablahninki yolg'on gaplarninki aniqlanishi bo'lib hisoblandi bu yozma.